Cesur'la gitti. Abim maşına surat diye hazır çıksam yok. Ketdi? Ben de görüşmeye kettim ha. Ciddi iş alkışaydı. Hiç olmadan ben de bir görüşeydik mağlamda. Bu şahs bulandadı da. Pek hoş değildi de. Demiş oldu. Bimor boyu qisqan hozir vujudga ketdi. Qandaysın çok anlanak. O'qilmamizdan keyin nurg'alashdi. Aşkızan kısatasını koyup çok. Tushib ketdi, ishga a'zolarini qanash ehtimoli bor. Derhal işki görsek de yakınımla. Neycimen olsunuz mümkün. Yaras. Doktordan da aşkı haber koyanla. Ma'qul. Gülnur. Mutaxassislar görüp size haber kılınla. Derhal da ya olsun. Bo'ldi. Aka. Aka. Avazımdan geldiniz mi? Aka. Xayrli saat, Po'lat direktor. Aliye? Siz benim iş kılsınız. Siz dek anlamadingizmi? Nemine? Xizmat mudiri o'z xatolik uchun bir hafta ishdan to'xtatildi. Nima? Oy. Seni uyda o'ltirib bir hafta xatolig'ingni o'ylash dedim ha? Ha? Oy. Nima bo'ldinglar? Nimajolar hayron qolsizlar? Hayron qolmamdiq. Boshqa odamni emas, seni uyda o'tirib xatolig'ingni o'ylash desa, albatta hayron qolamiz-da. Shunday acha. Shirkatda biromda ishlayotganingiz-ku nima bo'ldi hamdi? Acha. Şirketi bir işleri kavuşmamsa? Men ishlayman. Ishdingizmi ataga? Dadamchu shirkatga berib, jiq odamlarning oldida direktorning yoqasiga eslib, "Jinangdan to'ydingmi?" deb vaqirgan. Rostmi? Oy, aka, nim qilganing bu? Oy, shirkatga berib, direktorning yoqasini qamallig'ining faqat bo'lmabdi-jimi? Meningmi unda qilg'im yo'q-da. Shu ochchig'imda barkamda qarsam qo'limning yoqasi turmamda. U balamcha ta'sir berdi. Bu ishni men o'zim bir taraf qilma deb menga va'da qilgandiki, boshqa qilish kerak-da. Sotqinlik qildim. Usan sotqinlik qilmadi. Men liderning ishxonasiga kirib, men rostga qildim. Rostga qildim? Shuning uchun men bir hafta men hujramda yaxshi orom olaman. Bo'z uchun menga daxli qilmanglar. Jimi, gapim tugadi. Ben to'ydim. Ha?
Naştık buldun? Hay tekçi naştık atamsızlar. Ha. Ey Polat. Aka, yaxshimisiz? Bu masalani o'zim hal qilay deyotdingiz. Xislatning xatoligini to'nuvi deganingiz qanday gap bu? Ha? Men shu hozir anglashim bu gapni. Shu ishni bir taraf qilayotgan aka. Siz bilan urushqa adam men tutsam, bu xislatni jazolashga bo'lamda. Men yaningizga boraymi ya? Ha? Yo'q, bo'ldi aka, bo'ldi. Men hozir yig'in ichayotganda, yig'indan tushib o'zim boray, siz kelib yurmang, ha? Ma'qul. Bo'ldi, telefonni qo'yib Ma'qul, ma'qul. Bo'ldi. Ma'qul. Yaqindan yoqi. Ajabmi chiqishlar yuz berib ketdi. Shuni degina. Voyt, Ranaxon. Jurat degan bola ma'maliga sizni ajab izlab keldigan bu holda. Xislat. Yoqada untash yo'q. Jurat sizni yaxshi ko'rib qolgan o'xshaydi, ha? Bo'lmasa bu yerga kelib sizni izlab tamoq yeb nemish qildi? Chada xato tushunib qopsiz, undaq ish yo'q. Lekin Juratmi yaxshi bola-ku? Shu, naytimi kelishgan, puli jiq. Andan sizga naytimi tashabbuskor. Nimani qildigan sizlardan xijil. Xijil ketibdi. Yana. Hey. Bu ishkilni ochib turib mushtaq debsizlar? Voy, nima bo'lsa? Qiziq bo'lsa. Acaba to'g'ri dedingiz jumi. Qizvolchi o'z yaxshi ko'rgan emas, o'zini bakrak yaxshi ko'rgan tanlab to'y qilsa, andan baxtli bo'ldi. Opam shunda degandi menga. Mencha kim Ranani bakrak yaxshi ko'rsa, shuni tanlasin. Endi sizmi mushtaq deyapsizmi? Shufkam, bo'lmasa to'ydan keyin quruq o'yin tutib o'tirgan gap. Shuni yaxshiroq o'ylashib, andan qaror qilgan yaxshi. Oy tünügünçü cesur kilip köreşmey ketkendi. Şunun kapıp kaldı bu gay. Cesurimize. Her qancha aldirash olsun ayol biyad bo'lgan ekan, ko'rishib mangsichu. Shuni degina, Cesurning nim qilgandi? Aldingmi afkam? Akshi to'y qilib bo'lgandan keyin bak o'zgarib ketadi deydi. Sen unda qilmadingmi? Voy, bo'ldi qilcha. Mayya, akam o'xshimsan? O'xshamsan? O'xshamayman men. Jimi bo'libdi. Bak o'moqchimi bu? Hey. Sizler çoğun olgan gün küçük balon çıkıp neymiş kızlar? Ay appa, chiqishib qo'ydik. Sallamam. Bir qiziqgan bu. Appam qabul qildi. Asqotlan deqqan gaplarni qaradi ha. Ocham işte ha. Qanaroq tursiz? Tünigen ölü yıl tas kaldı. Şunda. Deydigansiz. Azroq xatolik ahvol bo'lib qoldi shu. Uni hisobga olmagan bak ig'irlab ketgan olmaydi. Doktor. Bu ahvalda ben kızımın toyunu görelendim ha. Biz bütün kuchimiz bilan tirishyapmiz. Benim bek uzak yaşım yok. Lekin kızımın toyunu göremey kessem hatırcam olmayım. Kızım fakat çiğdemem. Doktor, siz rast gelip kalın.
Benim saat. Qanchalik vaqtim qoldi. Bununla bir narsa demek sal tez. Biroq biz barcha amallarni qo'llanib sizni davolayapmiz. Umidvor bo'ling. Qizimning to'yini ko'raman, ko'raman. Men qizimning to'yini ko'rishdan boshqa hech qanday Menimcha qizingizning to'y ishini allaqachon bekitib olgan ish bo'lgandan keyin vaqtni sal aldiga sursanglar yaxshimikin. Bundoq desam xato tushunib qolmang. Ballarning baldiroq Murat maqsadga yetgan yaxshi emasmi? shundoq. Burnaroq. Murat maqsadga yetgan yaxshi. Rahmat sizga doktor. Yo'q. Bundoq demang. Nemish tuyuqsiz bundoq qilasiz? Men bemorni davolang desam, uni ketkizibsiz-ku. Lekin men davolash to'xtaydi deb baxmadim. Undaq u nemishga doktorxonada ishkitibang deydi. Men faqat rost gap qildim shu. Bir amalni qilib davolasak bo'lmamdi. Nima deb bel qo'yibsiz? Onun qizning to'yida yashaganligiga hech kim bir narsa deyolmaydi. Buni siz bundan bilasiz-ku. Siz dünya. Yani bir biradırımızın ayrılgan olduk da. Kim o? Doktorxon başqa sizin dostunuz çapırladı. Kendi şeyler. Oy, adaş, kim oldu? Bu kimin ki olsan bu? Bu 2 gün bombayla şikayetmekçim ha? Bence. Mama. Acıdı yok. Özenme aşı, özen bu ayağın. Yedi yürümem mi abi yani? Baldırak öyle kayıtıp, birer gün bolsun o ballağını bilip duray değil mi? Aman. Dilkanның sizlarga bo'lgan sovg'isi oshkorlandi. Bu ota-onalarimizga qilingan yaxshi sovg'a. Nobeyjinning yangi bir avlod mahsuloti Dilkan Nobeyjin. Ota-onalarimizning sog'lomligi uchun cheksiz muhabbatga to'yingan ko'nglingizni Dilkan Nobeyjin orqali ifodalang. Dilkan Nobeyjin Xinjiangning har qaysi joylaridan vakolatchi qabul qildi. Dilkan Nobeyjin. Qalğaç markalı sopun paraşütü vətən erkin çıxırdı. Vay neminang? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Alımkam izlep kelgan. Ha, tağam meni dukan qarab turgan deb ketgan. Nasıl kirdi? O'ltirib turaman. Hani ben keldim. Oy. Qanday alımkam var? Sana kepon. Qiziq bola ekansiz. O'zim bir taraf qilma deb va'dani menga berib qo'yib, xislatni birdan ishdan bo'shatib o'tasiz. Birdan uyingiz ketib damiling deysiz.
Qizimni bo'zak ko'rib qolgan o'xshamamsiz. Unda emas, Alimka, siz xato tushunib qolibsiz. Xislat dada. Xislat dada. Ha. Direktor kelibdi. Nima? Ha. Sizning deganingiz to'g'ri, Alimka. Men xato qildim. Ha. O'g'il bola degan gapida turish kerak. Shundami ya? Ha, qancha ish bo'lsa-mu, o'zi qilgan ishni boshqaga chiqish kerak. Shundami ya? 100% to'g'ri. Ha. Ha. Do'don. Shunaqasizlar. Voy, biz mundishib o'tadi. Kim siz bilan mundishibdi? Men sizga nasihat qilyapman, Po'lat. To'g'ri. Alimka menga nasihat qilyapti. Ha. Voy, dodo. Bunda o'ltirg'u söylep nasihat qilgan nemisi? Uy, nasihat qilish kerak. Gap anglamaydigan, gapida turmaydigan bunda bolaga nasihat kerak. Shundami ya? Ha. Voy, dodo. Bu ya direktorning xatoligi bo'lmasa, direktor, sizga deyvering, ha? Ay. Ulan, mavi ishga akishdan o'tirdiki parang. Siz buning aralashmay, ishingiz bo'lsa chiqib qilavering ajra. Shundami ya? Ha? Tushga akishni siz nima var? Chiqib ishingiz qilaveraman. Shundami, Alimka? Ha, chiqing. Ha. Ko'rimdan bo'lishayotgan odam. Nega keldi bu? Men gapimda turmagan degan. Ha, shu. Oldin qitimda shirkatga borgan vaqtimda men sal chechilib qoldim. Rəşin filalardan filan qandaq. Ular qani? Ular dükkanda qaldı? Ha, qaynatı kuyoğul. Taz bir mungdishayli depti-da. Voy jon, amma, nədi qalayımqan gaplarni qildi ekansa? Nədiki u qaynata kuyog'ul degan? Acha. Ish endi bu yerga kelganda e'tirof qiling, ha? Nimani? Uy, agar hech qanday munosabatinglar bo'lmasa, bir direktor o'g'adim. Nimish bunda qildi? Voy jon, nədiki gapni qildi ekansiz? E'tirof qilmasangiz, aqlga sig'amdi. Aqlga sig'maydi, qat'iy aqlga sig'maydi. Jon, unda ish yo'q dedim-ku. Nimada qilsizlar? Endi rost gapni qilmasam bo'lmadi. Xislatni yaxshi ko'rdiganim rost. Lekin bizda to'liq bir qaroq gaplanmadik. Endi oldingizda bu gaplarni bek uchuq deyishim xato. Meni kechiring. To'g'ri deysiz. Menmi siz bilan bu gaplarni bundoq yuztirani uchuq yo'riq deyishmasam bo'ladi. Lekin men qanday qilaman? Xislat opsidan bek kichik qolgan. Yetimlikning dardini yetkichi tatdi. Uning turmush ishlariga mendan boshqa kimni ko'ngil bilib bo'la oladi deysiz? Bu balaning ishi o'z retiga tushmasa, men o'lsammi ko'zim yumilmaydi. O'g'il bola bo'lgan bo'lsa-ku, qanday siqilib jenni baqatdi. Bu bir qiz bola danga. Sizlar yoshlarmi shunda bir qaroq gap bo'lmadik, ikki qaroq gap bo'lmadik deb so'rishib yuraversanglar, ati o'gin sizning yeshingiz qayaga bordi? Xislatning yeshi naga bordi? Agar vaqt uzarsa, bir qiz bolaning nomiga dog' tegib qolsa, keyin xislat qanday qiladi? Rost Alimka, lekin bu xislat mendan o'zini qochiriblam yursa. Lekin men tirishib uning maylig'ini qo'lga keltirma. Mendan bildi ekanman, xislat jafo tortib qolmaydi.
ular zat nim deyishiyotgandi? Nim deyishetdi apa. Toyunun vaxtını bekitip atqandı haqqaçan. Ağzını jümə bir. Hey, ular uruşup qalmağandı ha. Çıqıb baxay. Ana, oturamay qaldı. Qaralma oturamay qaldı. İşqi pıraq degan ha, xislat ha. Acayip narsa. Ağzını jümə. Direktor. Kechiring Xislat. Bütün kuchim bilan tirishdim. Nimda buya kelasiz deyman. Siz nima ishqa o'zingizni oshkorlaysiz? Nima ishqa dadam bilan ko'rishsiz? Bekordan jazolanib. Ikkimizning maqsad o'xshash. Dadam ko'nglingizga yedek yaqinmag'andu. Yaqi. Shunda undan paranglashdik. Bo'ldi. Men mo'ayimsa. Aka, mana qiziqqan çayını demlep kiribden. Sık içe. Vay aka, bu yaqindan beri bek hali top qalatsın mı? Ha? Hiç kaçanı qıp bakmagan işlerini qılıp, oy mana bolalarını sotqa arz qilding. Xislatning şirketi görüp jidal chiqading. Yana texe. Bu direktorni chaqirib bir osal qilishtiringchi. Sana nima bo'ldi aka? Asli men balduroq shunday qilsam bo'pti, ukam.